Assalamu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Muyassar Xandon 2020-yillik kuchlik ta'siriga 100 ayolning biri bo'lib baholandi. Xitoyga umumyuzlik taqobil turish uchun Amerika Tashqi ishlar ministrligi 5 o'lchamlik strategiyani e'lon qildi. Hindiston 43 appni cheklagan bo'lib, ko'pinchisi Xitoydan kirgizilgan. Tanglik futbol mahiri Maradona vafot bo'ldi. Kuchar supani haqida. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizin təfsili məzmunlarında bo'lsin. Ayxon ma'rif qurg'uvchisi shundaqla to'rt quloq jurnal mas'uli Muyassar Abdulahad Xandon Angliyaning dunyoga donliq taratqusi BBC tarafidan baholagan 2020-yillik kuchlik ta'sirga 100 ayolning biri bo'lib baholandi. Asli manbada yozilishicha, bu yillik baholashda jamiyatdagi o'zgarishga yetakchilik qilayotgan ayollar baholangan. Yosh shoira, yozuvchi, ma'rifchi Muyassar Abdulahad Xandon Malayziyada meditsina kasbi bo'yicha magistrlikni bitirgandan keyin 2013-yil Turkiyaga kelib yerlashgan va shuningdan beri Uyg'ur ana til ma'rif uchun ko'rinarli xizmatlarni qilib kelmoqda. Uning boshchiligida qurilgan Ayxon ma'rifi yaqinqi bir necha yil ichida bir turkum Uyg'ur farzandlarini ana til darslari bo'yicha tarbiyalab keldi. Bu jarayonda Ayxon ma'rifi nomida tashkillangan Man notiq nutq so'zlash faoliyati muhojiratdagi Uyg'urlarning qizg'in olqishiga erishdi. Ayxon ma'rifining mas'ulligida tuzib chiqilgan fasillik balalar jurnali 4 quloq muhojiratda Uyg'ur tilidagi sifatli balalar o'qishligining kam bo'lishidek bo'shliqni to'liqlab qolmay, yana Uyg'ur farzandlari suyib o'qiydigan o'qishliqning biriga aylandi. Bulardan sirt Muyassar Abdulahad Xandon yozgan Xayri xo'sh quyosh nomli roman Xitoyning jazo lageri tasvirlangan tunji roman bo'lib, muhojiratga Uyg'urlar orasida zo'r ta'sir qo'zg'agan. Uyg'ur tili Xitoy tarafidan bostirilish va yo'qotilish xavfiga duch kelayotgan bir paytda Uyg'ur tili va Uyg'ur ma'rif uchun kuch chiqarayotgan bir Uyg'urning dunyodagi eng nupusli taratquv tarafidan muayyanlashtirilishi muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. Mazkur baholash yilda bir qatim o'tkazilgan bo'lib, dunyoning har qaysi joylaridagi har qaysi millat va har qaysi sohada kishilarga zo'r ilhom berayotgan va kuchli ta'sirga ega ayollarni baholaydi ekan. Maxsus baholash guruhi qurilib, avval o'zlarining ijtimoiy aloqasi orqali har qaysi millat va rayonlardan kandidat a'zolar tizimini tuzib chiqib ziyorat qildi ekan. Baholang'ich to'g'riliq hujjatli film, maqol asarlarini ishlab, u ayollarning ta'sirli hayot kartinasi orqali boshqalarga ilhom berishni maqsad qilgan. Bu qitim mukofotga erishganlar orasida hukumat oliy amaldorlari, danglik kino cho'lponlari, san'atchilar va kishilik huquq faoliyatchilari o'rin olgan. Amerika Davlat ishlari mahkamasi bayonot e'lon qilib, Xitoyning chet elga singib kirishi, uning ideologiyasini yo'l qo'yishdagi 5 cho'ng vosita va Amerikaning taqobil turish strategiyasini sistemalik tushuntirgan. Yaqinda Amerika Tashqi ishlar ministrligi to'g'ri bekitib bayonot e'lon qilib, Xitoyning chet ellarni majburlash strategiyasiga 5 taraf orqali Xitoyning chet elga singib kirish usulini sistemalik bayon qilgan. 1. Yarshar taratqular orqali tashviq qilish. Xitoy davlat ichidagi taratqularni hokimiyat yurgizish qo'rollari sifatida ishlatib, partiya taratqullarini paket to'qish, haqiqatni yepish uchun tekshirish, dokladni burmalash qatorliq usullar bilan yolg'on uchurlarni dunyoga tarqatish va chet eldagi tashviqot kasbini davomli kengaytirish. 2. Yumshoq supasi Konzi instituti 2004-yildan boshlab Xitoy boshlang'ich maktablaridan tortib universitetgacha bo'lgan dunyoning har qaysi joylarida yuzlagan Konzi instituti qurdi va mablag' bilan ta'minladi. Xitoy e'tirof qilgan darslar bilan ta'minlab, Xitoy tarafidan tarbiyalangan o'qituvchilarni Xitoy ideologiyasini ilgari surishga avatdi. 3. Birlikka kelgan oldingi hisobdan qalaymiqonchilik kun tartibi. Xitoy atalmish tashkilot va saylovchilardan foydalanib, uning siyosiy va huquqiga qarshi tura oladiganlarni yengdi va bostirdi. Xitoy birlashma oldingi xizmat bo'limi tashviqot va kontrol qilish orqali davlat ichi va sirtidagi harakatlarni moslashtirishga mas'ul bo'lgan. 4. Texnika va aqliy iqtidorlar qo'llanishchan programmalar orqali ta'sir kuchini kengaytirish. Xitoy texnik shirkatlari Amerikaning davlat bexatarligi, bilimlilik huquqi, kishilik huquq va yershar iqtisodiy mustaqilligi, shundaqla bexatarligiga og'ir tahdid etib kelgan. Masalan, Huawei, Zhongxin, Tengshun va boshqa shirkatlar, Undidor, TikTok va boshqa ijtimoiy supalar. 5. Ko'ngil etish kasbini kontrol qilish. G'oyat zo'r foydani yamchiq qilib, amerikalik film ishlaguvchilarni o'zini tekshirishga va Xitoyning huquqda hokimiyatini yepishga majburlash qatorliqlar. Amerika Davlat ishlari mahkamasi yana yuqori tilga ilingan 5 sohada Xitoyning majburlashiga taqobil turish strategiyasini e'lon qilgan. noyabr seshanba kuni Hindiston bayonot e'lon qilib, 43 appni cheklagan. Ularning ko'pinchisi Xitoydan kirgizilgan bo'lib, Alibaba guruhining tarmoqi AliExpress, Alipay kashir qatorliqlar va bir qism uchirish applarini o'z ichiga olgan.
Hindiston vaqt gazetining xabar qilishicha, Hindiston elektron va uchur texnika ministerligi seshanba kuni uchur texnikasi qonunining 69-moddasidagi belgilama ekanligini o'tirib qo'yib, cheklangan aplarga chetishlik faoliyatlar Hindistonning egilik huquqi va zamin butunligi, Hindistonning davlat mudofaasi, davlat bexatarligi va ommaviy tartibga tahdid solganligini bildirgan. Bu yil iyun oyida Ladakh rayonida Hindiston bilan Xitoy o'rtasida yuz bergan qonliq chegara to'qinishidan keyin Hindiston davlat ichida Xitoy mollariga boyqut faoliyati boshlangan. Shundaqla Hindiston arqa-arqadan Xitoyning aplarga cheklama qo'ygan. Seshanba kundagi eng yangi cheklashdan ilgari Hindiston Xitoydan kelgan 170 dan ortiq appni cheklagan. Iyun oyida Hindiston Xitoyning TikTok xalqaro nusxasi, Undidar, Weibo, Alibaba qarmoqidagi OS xabarlari va OS Tor ko'rgi qatorliq 59 appning Hindistonda tarqalishini cheklaganligini e'lon qilgan. Sentabr oyida Xitoyning 118 nusxa Yanfon appini cheklagan bo'lib, bu programmalarda abonentlarning sonliq ma'lumotlarini o'rtoqlashishi Hindistonga tahdid deb kelishi mumkin deyilgan. Yigirma 25 noyabr chorshanba kuni Argentina futbol cho'lpini Diego Maradonaning bayonotchisi Sebastian Sanchez Diego Maradonaning Buenos Airesning sirtidagi uyida 60 yoshga kirgan tug'ilgan kunini tabriklagan va uzun o'tmayla yurak kasali bilan o'lganligini bildirgan. 1986 yili Argentina komandasini yetaklab dunyo lonqisi futbol musobaqasiga qatnashgan chempion bu yil noyabrning 5-ida bosh qon tomir operatsiyasi qildirib, uyda dam olgan. Dunyo futbolchiligida mo'l va rangdor sahiflarni qoldirgan Maradona nurg'un sog'lomlik masalasiga duch kelgan. Buning ichidagi bir qanchasi uning jinni og'il tas qolgan. 2000-yili u kokainni ko'p iste'mol qilganlikdan yurak kasali giribtor bo'lgan. Keyin Kubada uzun muddat kutinib asliga kelgan. 2004-yili 1 metr 65 santimetrlik bo'y egizdagi bilan eg'irligi 100 kilogramdan eshib ketib, yurak kasali giribtor bo'lgan. Keyin o'riqlash uchun oshqozon operatsiyasi qildirgan. 2007-yil aroqni ko'p ichish sababidan zaharlanib doktorxonaga berilgan. Keyin tizi og'rib asli keltirish davolash qilgan. Bu yil 2 noyabr kuni qon ozliq va suvsizlanish sababidan doktorxonaga yetib qolgan. Yana bir tekshirishda uning ayni vaqtda qon tomir o'smasi borligi, operatsiya muvaffaqiyatli bo'lgan deb ko'rsatilgan. Maradonaning o'limi to'g'risidagi xabar tarqalgandan keyin mas'ullar motamga cho'mdi. Argentina prezidenti mahkamasi Maradonani xotirlash uchun 3 kunlik motam e'lon qilgan. Uyg'urlarning hunar kasb ixtirolari ichida so'pinchilik kasbi alohida taraqqiy qilgan bo'lib, uzun tarix mobaynida kishilarning ehtiyojini qamdashdan boshqa yana boshqa ellar bilan bo'lgan savdo-sotiq, ilm berim ishlarining rivojlanishida belgilik rol o'ynab kelgan. 18-asrning oxiri, 19-asrning boshlarida Uyg'urlar orasida hunar kasb risolalari barliqqa kelgan bo'lib, Qashqar va Xotanda so'pinchilik risolasi yozilgan. Bu risolaning Molla Muhammad Miskin Gadoyi tarafidan yozilganligi ma'lum bo'lib, hozir bir nusxasi Sankt-Peterburg universitet kutubxonasida saqlanmoqda. Risolada so'pinchilik kasbini islom va axloq qoidasida ishlashning zarurligi, kasb bosqichlarining islom nizomlariga asosan ijro qilinishi kerakligi bayon qilingan. Kasbning vojiblari, pirlari va amallari ko'rsatib berilgan. Bu davrlarda Sharq Turkistonda kasb risolasining tuzilishi va ijro qilinishi Hindistonda qad ko'targan Mo'g'ul imperiyasi va keyingi chog'larda Mavra un-Nahr atrofidagi turk qabilalarining kasb nomi qo'llanish an'anasining ta'siri. Shundaqla 11-asrda yozilgan Turk tillo divonida yigitlik, mard so'zlarning keyincha qo'l ochiq deb izohlangan ravon so'ziga o'zgarganligi qatorli hodisalarning ta'siriga uchraganligi va boshqa allarga ta'sir ko'rsatganligini qiyoslashga bo'ladi. Kuchardagi yerlik xalq o'z joyida ishlab chiqariladigan yerlik so'pinni to'qash so'pin deb atashadi. Bu yumaloq so'pin degan ma'noni bildirdi. Yerlik so'pinning ko'rinishi ancha chiroyli va puriq xushpuroq bo'lsa-mu, lekin hech qanday ximiyalik rang va xushpuroq moddalari, chirishdan saqlovchi materiallar qo'shilmagan bo'lib, badanga ziyonsiz, kir chiqarish iqtidori yuqori bo'lishdek alohidaliklarga ega. Yerlik so'pin yog' tortib eshib qolgan yog' dog'i, ko'ydirgich ishqor va tuz qatorliqlarni aralashtirib yasaydigan so'pin bo'lib, teriga ziyonsiz, kiyimlarni chiritmaydigan, kiyim rangini o'zgartmaydigan bo'lishdek nurg'un alohidaliklarga ega. Yerlik so'pin yasash usuli ikki xil bo'lib, biri kir yuvishga, yana bir xil so'pin yuz yuvishga ishlatiladi. Kir yuvish so'pinining materiali bilan yuz yuvish so'pinining materiali o'xshashmaydi. Kir so'piniga o'simlik kuli bilan qo'y yog'i aralashtirilib yasaladi. Yuz yuvish so'piniga bo'lsa, asosliqi qo'y yog'i bilan o'chki sut ishlatiladi. Buni nurg'un kishilar yoqtirib setib oladi va ishlatadi. Ilgari ishlab chiqargan so'pinlar yumaloq edi. Hozir 4 chas qilib yasaldigan bo'ldi. O'chki suti, usti xuddus mey qatorliq yangi tarkiblar qo'shib yasalgan yerlik so'pin bilan kir yug'ilmabli qolmay, yana yuz yug'ilimi bo'ladi. Odatda so'pinni issiq suv yoki ilmon suv bilan ishiltish tavsiya qilinadigan bo'lib, bir to'qash so'pin nihoyat uzun yetadi.
Xabarlarimizni ko'rganinglarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.